Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zini ayollarga o'xshatgan erkaklarni va o'zini erkaklarga o'xshatgan ayollarni la'natlagan. Yurish turishida, qilayotgan qilig'ida, kiyimida, prichoskasida, soch tarashida. Ularni uylaringizdan chiqarib yuboringlar degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Yana Muoviya davom etdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam o'zining zamonida falonchini haydab chiqargan mashqa fe'li uchun. Umar ibn al-Hattob xalifa bo'lib turganda falonchini haydab chiqargan. O'zini ayollarga o'xshatgan erkaklar. Endi o'zini erkaklarga o'xshatgan ayollarchi? Erkaklarning kiyimini kiyib yurgan, shim kiygan, badanlarini tortib, qomatini chiqarib turadigan, hamma avratlarini hajmi bilan shaklini aniq ko'rsatib turadigan libosni kiygan ayol mal'una, la'natlangan emasmi? Nimaga shariatimizda uzun kiy, keng kiy deyiladi? Toki boyaga aytayotgandek mahosinlari, ziynati bo'lgan ayolni a'zolari bilinmay turishligi kerak. Lekin ta'assub hozirga kelib turib, ayni ko'z-ko'z qilishlik urfga kirib qolgan. O'zini ayollarga o'xshatgan erkakni Rasululloh la'natlagandek, o'zini erkakka o'xshatgan ayolni ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la'natlaganlar. Shim kiygizmanglar qizlaringlarga. Hurrima libasul hariri va zahabi ala zukuri ummati va uhilla li inatihim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar. Abu Dovuddan keltirilgan bu hadis Abu Muso Ash'ari roziyallohu anhu rivoyat qilgan. Ipek kiyish, oltin taqish ummatimning erkaklariga harom qilindi, ayollariga esa halol qilindi. Yigit kishidagi eng go'zal narsa bu uni shijoati, mardligi, o'g'il bolaligi, g'ururli bo'lishi. Qizlardagi eng go'zal narsa bu ularning hayosi. Birodarlar, bolalar tarbiyasi, farzand tarbiyasi deganimizda biz o'g'il bolani ham, qiz bolani ham nazarda tutamiz. Ammo bu tarbiyani o'g'il bolalarga xos tomoni bor, qiz bolalarga xos tomoni bor. O'g'il bolalarni tarbiyasi mardlik, shijoat, shahdamlikka asoslangan bo'ladi. Qizlarning tarbiyasi o'ziga xos hayo, iffatga asoslangan bo'ladi. Qaytarib aytamiz, qiz boladagi, ayol kishidagi eng go'zal sifat bu hayo. Mashhur qissa. Musa alayhissalom Misrdan chiqib Madian qishlog'iga keldi. Qur'ondagi go'zal qissalar. Madianiylarni hayvonlarni sug'oradigan joyga borib turganida odamlar kelib tuyalarini, qo'ylarini sug'ordi. Lekin ikkita qiz o'zlari bilan olib kelgan qo'ylarini to'sib turishibdi, odamlarni qo'ylarga aralashib ketmasin. Ular ham sug'organi olib kelgan, odamlarga aralashishni xohlamasdan hayo bilan chekkada turganligini ko'rdi. Borib, hali qizlarni qo'ylarini olib kelib sug'orib, qaytarib olib borib berdi. Bu ikkala qiz Shuayb alayhissalomning qizlari edi, payg'ambarning qizlari. Hayo bor edi. Alloh taolo mana shu qizlarning bittasini Musa alayhissalom oldiga kelganligini aytib, qaysi sifatini maqtadi bu qizdagi? Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Bas ulardan biri hayo bilan yurib keldi. Qaysi sifatini maqtayapti bu qizdagi? Hayo sifatini. Erkak kishini bir ayolda e'tiborini tortadigan narsa ayol kishida. Bu uni hayosi.